Bugungi sanamiz 22-mart. Xudo xolasa Hayit va Navro'za olamlarini nishonlab, Xudo xolasa dehqonchilikka yana qattiq kirishlikni boshladik. O'tib ketgan bo'lsa ham hamma mo'min birodarlarimizni bayramlarimiz bilan tabriklayman. Biz esa o'zimizni qilayotgan eng muhim ishlarimizni sizlarga tanishtirib o'tishlikni niyat qildik. Eng muhim qilayotgan ishlarimiz tagidan ozuqalar berish bo'lyapti. Tomchilash yordamida bugun 3:20 ozuqamizni berdik va kaliy nitrat, magniy nitrat qilib ozuqalarimizni berdik. Bir tonna suvni berib bo'lganimizdan so'ng orqasidan yana suv ulab qo'ydim. Shu dori sal nariroqqa yursin, vitaminlar degan maqsadda shu ishni qildik. Mana bachkalari bor. Mana shu bachkalarni olib tashlaymiz. Juda ham baquvvat o'sadi mana shu bachkalari. Bu esa kuchini oladi. Pomidorlarimiz umumiy ko'rinishi chiroyli holatga boryapti. Borgan sari mana ikkinchi mevalari, bunisi uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi. Beshinchilarini ham bir 50% deylik. 50%ni shu chaynatib chiqib bo'ldi. Men bilan mana changlab bo'lgan. Mana ranglari qurishga o'tyapti. Bularni chaynatib chiqdim. Har safar dori sepayotganda pisillab sepib chaynatib chiqardim. Bu safar esa 6-7 grammdan qo'shib 1 litr suvga koreyskiy tomatonni nimaga botirib chiqdim. Piyolaga quyib botirib chiqdim. Bu safar yaxshilab chaynatsin degan maqsadda shu nimani qo'lladim. Xudo xolasa kecha bu tomon chaynatib bo'lgan bo'lsa, mana bugun уже bilinib qolibdi. Bu esa bizni juda ham xursand qilyapti. Pomidorlarimiz birinchi nimalari mana shunday massaga kirib qolgan. Bular o'sha mana menimcha qizarishga harakat qilishni boshladi. Chunki qizarishdan oldin bitta oqarib oladi, shu oqarishga qarab o'tyapti. Menimcha shunaqa. Va bular esa kecha qolgan. Xudo xolasa bular ham asta-sekin yetib oladi. Massaga kirib boryapti, xudo xolasa pomidorlarimiz. Endi hammasi bo'lmasa ham bor, xudo xolasa. Mana bunday juda ham katta bo'lib ketganlari bor. Xudo xolasa qizarib qolsa kerak bular. Xudo xolasa mana shunday holatda juda ham g'o'ralar kundan kun ko'payib boryapti. Xudo xolasa 5-kunlarini ham gullatdik. Endi bular arqama-ketin bo'ladi. Endi bular nimaga bular mana shunday bo'lgandan keyin bular ikkinchi gulxonasi bundan ancha katta bo'lishi kerak. Nima sababdan bunaqa bo'ldi bilmayman. Quyosh nuri kamlik qildimi? Nima bo'ldi bilmayman. Lekin qo'limdan kelgan hamma sabablarni qildim. Hamma nimalarini qildik. Bizga nasib qilgani shu ekan. Endi mana deymiz, boriga shukr qilamizda yana shiddat bilan dehqonchiligimizni olib boryapmiz. Bu 3:20 berish vitamin bermasimizdan, NPK bermasimizdan oldin kaliy manfaat kaliyli ozuqamizni berganman. Kaliysi ko'p NPK ga juda ham ko'p e'tibor beryapmiz, chunki bundan buyog'iga mana shu kaliysi ko'p nimalarni bosib o'rish kerak. Xudo xolasa mana hammasi ushlagan. 3-gulxonasi, ikkinchisi mana bunisi esa birinchi gulxonalari. Hammalar bunisi ushlamagan ham. Ikkinchi gulxonalari mana 3, 4, 5 lar tepada. Mana shunday ikkitadan chiqqan bachkalari bor. Bularni ham mana pishib chiqqanmiz, xudo xolasa pastga tuyib ketadi. Mana shunday holatda ming ozuqani zo'rini bermang, qancha bermang, quyosh nuri tushmasa umuman foydasi yo'q ekan. Shu sababli quyosh nurini yaxshi tushish maqsadida mana bu yerda men ko'rib turibsizlar, bitta mevani pastida bitta barg qoldirib, bittasi tepasi tegmagan. Mana shunday qilib olib chiqqanman bitta-bitta. Mana ko'rinib turgan bo'lsa o'rni. Buni men hech kimga tavsiya bermayman. Bu o'zimning sonimda qo'llayman xolos. Chunki sizlar pomidorlarga qanaqa ta'sir qiladi, buni bizga esa qorong'i salbiy ta'sir qilib qo'ysa yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun men hech kimga maslahat bermayman. Kuzatib borsalar ham xudo xolasa ko'rib borasizlar. Juda ham go'zal holatdagilari ham bor, mana massaga kirib bo'lgan. Chiroyli. O'zi asli bu mashina payt pishish kerak bo'lishi kerak edi, chunki shu vaqtgacha pishgan bo'lishi kerak edi. Men afsuski unaqa bo'lmadi. Biz qo'limizdan kelgan sabablarni qildik. Bizga nasib qilgani mana shu ekan. Xudoga shukr qilamizda. Xudo xolasa mana shu 5-6 ta gulimiz ham zo'r bo'lib bersa, shu o'zi qoplab ketadi. Chunki
nimasi yerga endi ekilish boshlanyapti, nimasi isitishi yo'q issiqxonalarimiz esa menimcha endi birinchi gullarni gullatishayapti menimcha. Xudo xolasa ularga ham dehqonchilikka barakatlar bersin. Shular qatori biznikiga ham bersin. Yana bitta muhim ish qilyapman, hozir sizlarga buni tanishtirib o'taman. Eng muhim qilayotgan ishlarimizdan bittasi bu mana shuni yurayotgan yo'limizga go'ng tashab chiqyapmiz. Bu yerga o'zi aslida biyago'miz tashab chiqmoqchi edim, men afsuski biyago'mizimiz yetmas ekan. Shuning uchun 50% chirik, 30% chirigan go'ng tashab chiqyapman. Bu yerga shilang yordamida suvni berib, oyog'im bilan to'qalab chiqaman. O'zimizda mahalliy o'g'itlarimizga yetmaydi. Chunki taydan hamma vitaminlar berdik, Xudoga shukr. Endi yaxshilab o'ylab mana shunga qaror qildim. Xudo xolasa bu tomondan ham suvni beraman, chunki havolar juda ham isib ketdi. Mana shu ro'paramizni salafanni ochib tashlayman. Jicha ochib qo'yganman. Endi ponni ochib tashlaymanda, kechqurun yopib, kunduzi ochib, mana shunaqa holatga olib kelaman. Shuning uchun hozir qo'rqmayapman. Bu yerdan bemalol suv bersam, salafanlar ochib tashlanib, skvozini aylantirsak, pomidorlarimizga salbiy ta'sir qilmaydi. Shu sababli mana shu qarorga keldim. Xudo xolasa havolar ham bundan buyog'iga isib ketar ekan, ob-havo ma'lumotlariga qaraganimizda. Endi mana shunday suvni berib, keyin 5 kilo selitra, 5 kilo o'sha arzon kaliydan olib kelamanda aralashtirib, har bitta qatorimizga 2,5 kilodan tushar ekan. 8 ta qatorimiz bor, mana shunday yurayotgan yo'llarimiz. Har bittasi 2,5 kilodan sepib chiqib, suvni berib, to'qalab tashlayman. O'zimizda shu mahalliy o'g'itimizga yetmaydigan. Shuning uchun bunaqa qilmasdim. Bu safar birinchi marta qilishim. Xudo xolasa bu pomidorlarimiz bu tomonga ham tomirlari yurib, menimcha to'qalab yuborsam, uncha chirmagan go'nglarimiz menimcha salbiy ta'sir qilmaydi. Shu do'stlar, eng muhim qilayotgan ishlarimiz mana shulardan iborat. Endi sharbat qilib oqizamiz. MPKlarni ham rosa beryapmiz. Buni ham qo'llab ko'ramiz. Mana bu yerga hozir tashlaganman, bekka ham tashlab chiqaman, xudo xolasa. Tomchilashdan ham MPKlar beradigan bo'lsam, pastdan buni to'qalab ozuqalarini mana shu yerga sepib, silitrami, mana shuna amafozni berib, to'qalab beraveramiz, xudo xolasa. Shu qarorga keldik. Mana bu yerga biyago'miz tashlab qo'ydim. Bunisi qatorimiz. Bunisi qatorimiz biyago'miz. Endi biyago'miz ustiga ham chuvalchani tashlab chiqaman. Chunki biyago'miz yetmas ekan qarasam, shuning uchun bu fikrimdan qaytdimda go'ng tashlab chiqishlikka qaror qildim. Xudo xolasa sharbat qilib, ayog'ini uchidan shu sochini uchigacha deydi-ku, ana shunaqa qilib vitaminni yetkazib boramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa MPKlarni ham berdik. Endi o'zimizda mahalliy, o'zimiz jaydari usulga o'tdik, xudo xolasa. Silitrani shu sepamiz, beraveramiz, sepamiz. Tomchilashilar yordamidan ham beraveramiz, bu tomondan ham beraveramiz. Faqat boqadigan joyi keldi. Xudo xolasa hamma gullarimiz bitta ushlab olgandan keyin bu arqama ketim bo'lib ketib qoldi. Shu sababli bu hamma kuchini menimcha hamma mevaga beradi. Shu sababli bunga zo'r vitamin kerak. Bu zo'r vitamin biz o'zimizda molimizda go'ngi, xudo xolasa. Qarayman, agar yana to'ldirib chiqamanda ketmon bilanmi yurib to'qalab chiqaramiz, xudo xolasa. Shu aytib o'tganimda 5 kilo selitra, 5 kilo shu kaliyli o'g'itni sepamiz, to'qalaymiz. Menimcha zo'r bo'ladi. Bu usulni qilganlar bo'lsa o'z fikrini qoldirsa juda ham xursand bo'lardim. Keyin yana bitta narsani o'ylab turibman. Keyingi yili qalampir ekishlikni niyat qilib turibman. Chunki nimaga qalampir ekishni niyat qilyapman? Qalampir nisbatan quyosh sevar bo'lmas ekanda, pomidori quyosh sevar bo'lganligi sababli bunga quyosh nuri juda ham muhim bo'lar ekan. Qalampirga quyosh nuri o'ta pomidorchalik muhim bo'lmas ekan. Uni shu dimlanishini hisobga olib, nima qilsa gullab tuyib qilaverar ekan. Shu sababli keyingi yili sentyabrdami, oktyabrdanmi qalampir ekishlikni o'zimni oldimga maqsad qilib qo'yib turibman, xudo xolasa. Keyingi yili qalampir ekishlikni niyat qilyapmiz. Chunki qalampir to'g'risini aytganda Turkmanistonda ekmas ekan. Ko'ryapsizlar, hansi Turkmaniston, Bolgariya, hansi Xitoy. Shunaqa bosib ketdi. Menimcha hamma o'zi kuzatib boribdi. Pomidor narxi ta'nam yaxshi turibdi, lekin bodring juda past. Bunaqa payt bodring 30 ming, 25 ming bo'lishi kerak kamida, lekin bodringning narxi 8 ming ham deb turibdi.
unga qancha o't yoqilgani, endi hali o'zimiz dehqon bo'lganligimiz uchun bilamiz. Baribir bodring yetishtirish именно hozirgi vaqtda juda ham qiyin, chunki ko'p issiqlik talab qiladi. Mana shunaqa gaplar. Endi xudo xolasa pomidorimiz narxi tushmay tursin. Xudo xolasa bodring ham narxi oshib ketsin. Shular qatori hammamizga bersin. Do'stlar, hozircha qilgan muhim ishlarimiz mana shulardan iborat. Bugun xudo xolasa mana shu go'nglarimni tashlab bo'laman. Ertadan o'g'it sepib, har bitta qatorimizni to'qalab gazini bosamiz. Xudo xolasa mana shuni niyat qilib turibmiz do'stlar. Do'stlar, bizning kanalimizga bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. Bu qiladigan ishlarimiz hali oldinda. Buni natijalarini, mana bu go'yinda natijalarini qanaqa ta'sir qiladi, xudo xolasa biz sonamizda sinamiz. Bizga bitta like, bitta obuna bo'lib qo'ying. Chunki keyingi qo'ygan videolarimiz ham qiladigan yangiliklarimiz sizlardan qolib ketmaydi. Telefonlarga birinchilardan boradi. Xudo xolasa ko'rib borasizlar. Do'stlar, hammaga rahmat. Hamma dehqonchiligini omadini bersin. O'shalar qatori bizga.